Bitta bolang bo'lsa nimalar bo'ladi? Bittasini eplaguninggacha ikkinchisi hamma yoni dabdala qiladi. Ana ukam tukdi, ukam muring. Uy endi hech qachon toza bo'lmaydi. Keyin o'yinchoqlarni yig'ishtirlaring. Sening sochini yulma. Tushqi bo'ldingmi? Artib qo'yingmi? Men mumiyaman. Qo'shnilaringiz kamida 2 mahal chiqib, bolalaringizni sho'xligidan shikoyat qilishadi. Bularni deb hech qatga chiqa olmaysan ham. O'rtoqman hisoblab chiqdim. Seni nikoh to'yingga ham, bolangni beshik to'yiga ham, ikkinchi bolangni sunnat to'yiga ham bora olmas ekanman men bilan dastida. Kamiga bir-biridan rang oladi bular. Bittasini qonni orisa, hammasini ko'riydi. Bittasi yig'lasa, hammasi yig'laydi. Bittasi uyg'onsa, hammasi uyg'onadi. O'g'il bolasini ko'chaga chiqarib yubora olmay o'lasan. Faqat telefonda o'tiradi bu. Bor ko'chaga chiq, o'rtoqlar o'zingga aylan zagaro. Qiz bolasi ko'chadan kelmaydi. 10 ta kuchi uyalasa to'yadi. Bora-bora uyda sog' narsani o'zi qolmaydi. Chaynalgan, pult buzilgan, televizor o'yib tashalgan dovonlar. Qizing bo'lsa kosmetikalaringni bekitib yurmasang bo'lmaydi. Voy, mol shuncha tanangning rasosini chiqaribsan. Chiroyli bo'lib qolmanmi? Adangga o'xshab qopsan. Biror joyga borishga ham qo'rqasan, ayniqsa mehmonga borganda dasturxonni shipirib tashashadi. Kamiga bular taqinchoqlaringni ham taqib yuradi. Prosta yursa mayli, yo'qotib ham keladi. Tillalarimni ko'rdilaringmi? Yo'q. Bitta tillamni qoldirmadilar. Odam ekansan. Bo'ldi, yig'lama, bitta tillaga shuncha o'qimami? Bitta ham tillam qolmadi, hammasini yo'qotib o'ldiradi. Yur, kiyimingni kiyman bilan ham kiyimni alishtir, shuni hal qilamiz, yur. Ha, yur. Kakra 8-martga senga nima sovg'a qilishni bilmay yurdim. Imkon savdo markazida barcha turdagi tilla taqinchoqlar sotuvi mavjud. Bu tilla taqinchoqlarni 12 oylik muddatli to'lovga, boshlang'ich to'lovsiz olsa bo'ladi. Birgina pasport yetadi yoki mashinang bo'lsa, texpasportga ham olsang bo'ladi. Zo'r ekan. Bo'ldi, mana shu ko'rgan uzugini korobkaga solib bering. Uzuk qani? Hol, yutvardi, hol chiqamiz. Mayli, nima ko'rsa o'ziga soladi deb yur bolam tillarni tug'amiz. Kamiga bularni aylantirishga ham olib chiqish kerak. Qo'shni, bitta bolangiz qani? 4 ta edi-yu. Azat 3tasi bor, hech narsa qilmaydi. Ko'pligidan bittasi yo'qolsa, hech nima o'zgarmaganda ham bo'l. Brilliant предложение qildi. To'y? Hali yoshsan-ku. Endi 30 ga kirding. Love story'miz Maldivida bo'ladi. Dubayda qinglar. Chiroyli qizlar ko'p-da. Sal vkusi bo'lib kelarmidi? Yigiting. Vkus yaxshi, hayla qara, turibdi. Seni turib eshitaydi. Bilasanmi 8-martga Moshin nima lekin? qayerdan bilding? Seni to'g'ri turib eshitish kerak ekan-ku. Nimaga? Kecha fitnessda ko'p ishlab olibman. Qochib ketyapti. Birinchi variant Abbos, zvezda, aktyor, qale. Yo'qman. Ikkinchi variant Jasur, biznesmen, chet ellar bilan hamkorlikda ishlaydi. Qale. Yomon masu, men vkusim emas ekan. Vau, o'rtoq, ana bola kim? Nos chakib turganmi? Xolamni o'g'li u. To'g'ri kelmaydi senga. Men idealimdagi bola ekan. Shu noskashmi? Nos chakadiganlar qanaqa romantikni, qanaqa jentelmen, qanaqa tanishtir o'rtoq. Yo'qole. O'zim tanishaman. Nos chakadiganlar shunchalik ham yaxshimi? Dadasi, turib oldim. Hozirmi? Hozir hech kim olmayapti. Professionalli. Necha boshdan qaytaman? Hamay. Dadasi, sizga ikki zo'r yangiligim bor. Birinchisi, mo'lga qildim, generalniy mashina lekin ariqdan chiqara olmadim. Ikkinchisi, Lukoildan eng sifatli benzin, rossiyskiy, полный bak zapravka qildim.